yomon mijozlar kimlar deb so'rabdi. Jimmy shunday debdi. Keyin menejer esa Masihiy voizlar, rassomlar va fohishalar deb javob beribdi. Shu uchalasi ekan. Keyin yana Jimmy aytibdi. Gapingizga qisman qo'shilaman. Rassomlar va fohishalarni bilmadim-u, lekin voizlar haqiqatda shunday. Bu uning so'zlari. Qarang, axir bular qayta tug'ilganlar-ku. Ularda muqaddas ruh bor. Ular nima demasin, buni menga ruh aytyapti deydi. Ularda Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa bor. Ular Xudo bilan gaplashishni qaytaraverishadi. Xudo qalbimga gapirdi. Bu hurmatli janobga so'zlarimni ayt dedi. Ular shunday, doimo nima desangiz, buni menga Xudo aytyapti deydi. Ularda Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa bor. Xudo ularni o'g'lim deydi. Hatto Isoni ham o'g'lim demagan Xudo shularni o'g'lim deydi. Aslida Bibliyada o'g'il so'zi faqat 3-shaxs tomonidan ishlatiladi xolos. Ammo bu yerda o'tirgan barcha masihiylar ularga Xudo gapiradi deydi. Juda qiziq. Xudo qaysi tilda gapiradi? Inglizchadami? Qaysi tilda? Ibronichadami? Grekchadami? Ularni o'g'lim deydimi? Men ulardan ba'zi savollarni so'rayman. Ular esa ayta olmayman deydi. Nega ayta olmaysiz? Buni chindan ham bilmaysizmi? Nega Xudo sizga aytmayapti? Mendan savol so'rang. Bilsam aytaman, bilmasam bilmayman deyman. Shunda ular hozir emas, tez orada, yaqinda aytaman deydi. Xudo menga janob Didatga sen bilan gaplashganimni ayt dedi. Ammo bu yerda o'tirgan barcha masihiylar ularga Xudo gapiradi deydi. Juda qiziq. Xudo qaysi tilda gapiradi deyapman? Inglizchadami? Qaysi tilda? Ibronichadami? Grekchadami? Ularni o'g'lim deydimi? Men ulardan ba'zi savollarni so'rayman. Ular esa ayta olmayman deydi. Nega ayta olmaysiz? Chunki buni bilmaysiz. Nega Xudo sizga aytmayapti? Mendan savol so'rang. Mendan savol so'rang. Bilsam aytaman. Bilmasam bilmayman deyman. Lekin ular hozir emas, tez orada aytaman deydi. Ular qayta tug'ilganlar. Amerikada 75 millionta qayta tug'ilgan masihiylar mavjud. Billy Grahamning qanday qilib qayta tug'ilish mumkin degan kitobiga ko'ra shunday. 75 million. Bu Amerikaning 1/3 farishta degani. Ularning hammasida muqaddas ruh bor. Iso aytadi, ozgina xamir turish xamirni achitadi deb. Non uchun ozginasi kifoya. Agar xamirning 1/3 xamir turish bo'lsa-yu, xamirni ko'pirtira olmasa, demak, xamir turishda muammo bor. Ular ham aynan xamir turishga o'xshab qolishdi. Bibliya islomning ulug' payg'ambari haqida so'zlaydi. Men bu haqida kitob yozganman. Unda nutqimning avvalida o'qigan oyatimni izohlab o'tganman. Ya'ni kitobning nomi Bibliya Muhammad alayhissalom haqida nima deydi deb nomlangan. Bibliyada kelgan o'sha oyat Iso alayhissalomga emas, balki Muhammad alayhissalomga tegishli ekanligi haqida naqd 15 ta batafsil yoritilgan dalil berib o'tganman. Endi xolis bo'lib o'sha kitobni oling, o'qing, oyatni yodlab oling. Yo'q, siz bunday qila olmaysiz. Bu yerda shunchaki ermak uchun o'tiribsiz xolos. Buni bilib turibman. Mana bu kishi zo'r qiziqchi ekana deyishdan u yog'iga o'tmayapsiz. Yo'q, sizlarga aytayapman, hammasini o'zgartira olamiz. Vallohi, buni faqat islom qila oladi. Alloh bu dinni berdi bizga. Alloh Qur'onda sizlarga barcha dinlardan ustun bo'lgan dinni berdim deydi. U din xoh iudaizm, xoh hinduizm, xoh buddizm, xristianizm yoki kommunizm bo'lsin. Islom shu barcha izmlardan ustun bo'lish uchun keldi. Kofirlar qanchalik yomon ko'rmasin. Yana bir oyatda, ya'ni mushriklar qanchalik yomon ko'rmasin, u zot dinini ustun qiladi. Yana Alloh boshqa oyatlarda qayta va qayta aytadi.
U Alloh o'z rasulini hidoyat va haq din bilan barcha dinlardan ustun qilish, ya'ni barcha dinlarga yakun yasash uchun yuborgan zotdir. Bu dinning g'olib bo'lishiga Allohning guvohligi kifoya. Yo siz bilan, yo sizsiz ham bu ishni qiladi. Biz ahmoqlar esa, o'zimni ham, sizlarni ham aytyapman. Alloh bizga o'z diniga xizmat qilish, ya'ni payg'ambarlar ishini davom ettirib, xuddi ulardek ajr olish imkonini berdi. Alloh bizga barcha muammoning yechimini berib qo'ydi. Ey musulmonlar, bu bechora xalqqa yordam bering. Shunda o'zingizga ham yordam berasiz. Ularni o'zgartiring. Shunda butun dunyo o'zgaradi. Biz ishonamizki, qiyomat soatiga yaqin quyosh g'arbdan chiqadi. Ha, quyosh g'arbdan chiqadi. Bu qanday bo'ladi deysizmi? Barchamizga ma'lum. Quyosh aslida sharqdan ham chiqmaydi, g'arbga ham botmaydi. Bu bir illyuziya. Ya'ni yer o'zi o'q atrofida aylanayotganda bizga quyosh sharqdan chiqib, g'arbga botayotgandek tuyuladi. Aslida quyosh na ko'tariladi va na botadi. Bu shunchaki bir illyuziya. Bizning ko'zimizga quyosh g'arbdan chiqishi uchun yer harakatsiz holga kelib, darhol teskari tomonga aylanishi kerak bo'ladi. Mana shundagina quyosh g'arbdan chiqqandek tuyuladi. Ya'ni, misol uchun, soatiga 1000 mil tezlikda ketayotgan yer bizdan tormoz berib, harakatda to'xtab, boshqa tomonga aylana boshlashi kerak. Afsus, buni ko'ra olmaysiz. Butun yer yuzi okean suvlari bilan yuvilib ketadi. Alloh yerning tormozini bosadi va okeanlar otilib ketib, hech qanday quruqlik qolmay, hatto eng baland cho'qqilar ham suv ostida qoladi. Xo'sh, quyoshning g'arbdan chiqishining asl nima keragi bor? Yo'q, bu quyosh islomdir. Islom nuri, islom quyoshi degani. Islom quyoshi g'arbdan chiqadi, chunki bu xalq bunga muhtoj. Ular hamma narsa qilib ko'rishyapti. Quyoshga ham, oyga ham sig'inib ko'rishdi. Guru Maharajaga ham, Swami Prabhupadaga ham, Maharishaga ham, yana Ilohotaga ham sig'inib ko'rishdi. Hozir u o'lgan. Bu yerda shaytonga sig'inuvchilar ham bor. Ular hamma narsaga sig'inib ko'ryapti. Bu xalq hidoyatga muhtoj, nima qilishni bilmayapti. Hamma narsadan najot izlab, o'shani qilib ko'ryapti. Siz musulmonlarga nima bo'lyapti? Sizlarga nimadir bo'lgan. Bu yerda 2 million musulmon bor. Barchangiz qo'l oyog'i bog'langan odamga o'xshab qolgansiz. Naqadar past saviyalisiz. Yer yuzidagi eng rivojlangan, barcha texnologiyaga mavjud bo'lgan, sivilizatsiya cho'qqisiga chiqqan mamlakatda sizlar qat'iyatsiz, irodasiz bo'lib o'tiribsiz. Vallohi, musulmonlar naqadar lapashangsiz. Men aynan sharqdan kelgan musulmonlarga aytyapman. Arabmisiz, Pokistonlikmi, Bangladeshmi, Indoneziyalikmi? Barchangiz qat'iyatsiz, irodasiz odamsiz. 77-yili bir yerga kelgandim. Esingizdami nima bo'lgani? Naqadar landavur, bo'sh, irodasiz odamning ishini qilgandingiz. Sizlarda na ruh bor, na quvvat, na shijoat bor. 1977-yili ma'ruza berish uchun keldim. Va New Yorkdan turib, g'arbda kelgan musulmon muhojirlarga telefon qilib kelganimni aytdim. Ular ma'ruza qaysi mavzuda bo'ladi dedi. Men Bibliya Muhammad alayhissalom haqida nima deydi mavzusida dedim. Bu sarlavha insonlarni o'ziga tortadigan, juda zo'r edi. Keyin belgilangan o'sha kun keldi. Sizlar qanday reklama qildingiz? Ular menga mana bunday broshura, varaqa berdi. Sizlar uni flyer deysiz. U yerda shunday yozilgandi. Bibliyadagi bir payg'ambar Ahmad Didan Bibliyadagi bir payg'ambar haqida so'zlaydi. Men aytdim, sizlar o'zi ingliz tilini bilasizmi? Universitet talabalari, bu nima deganingiz? Qaysidir bir payg'ambar? Bilasizmi bu nima degani? Ingliz tilida artikl, noaniq artikl bo'lib, qaysidir degan ma'noni anglatadi. Bibliyada 75 ga yaqin payg'ambar kelgan. Sizlarga o'sha qaysidir payg'ambar qiziqmi? Masihiylarga o'sha qaysidir payg'ambar qiziqmi? Yahudiylargacha? Yo'q, sizlar o'zingizni ulardan past sanaysiz. Men nima degandim? Sizlar xuddi men aytganimdek yozishga qo'rqqansiz. Keyinroq boshqa yangi ma'ruzamni Muhammad eng buyuk deb nomladim. Sizlar esa Muhammad buyuk debsiz. Mening payg'ambarimni qayerdagi Alfred buyuklarga, qayerdagi butparast Aleksandr buyuklarga o'xshatibsiz. Bu nima qilganingiz? Naqadar johillik, aqlsizlik. Lekin Alloh taolo o'z rahmati bilan aytadi. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Agar o'sha vaqt men noumid bo'lganimda,
musulmon bo'lmasdim. Lekin sizlarga nimadir bo'lgan. Sizlar uyg'onishingiz kerak. Alloh sizlarga shunday ulug' vaqtlarda ulkan imkoniyat beryapti. Texnologiyalar zamonida Alloh sizlarni buyuk hikmat bilan bu yerga yubordi. Xristian missionerlari sizlarni ko'rib og'zidan suvi kelib ketyapti. Qarang, bugun ham sizlarga kitobchalar tarqatyapti. Sizlar o'zingiz ularning oldiga kelyapsiz. Sizlar osongina o'lja bo'lyapsiz. Endi missionerlar Malayziya, Indoneziya yoki Bangladeshga borishi shart emas. Ular o'z yurtidan turib sizlarni alday olyapti. Ular endi bemalol, xotirjam holda sizlarni aldashi mumkin. Ular sizni tilingizni o'rganishi ham shart emas. O'zlaringiz ularning tilini o'rganyapsiz. Sizlar asta-sekin g'arblashyapsiz. Xuddi ulardek divan kreslolarda ovqatlanyapsiz. Asl urfingizdagidek yerda o'tirib choy ichmay qo'ydingiz. Ular har tomondan o'ylashyaptiki, sizlarni ularga Xudo yubordi. Ha, sizlarni Xudo yuborgan. Ammo boshqa ish uchun. Yo'q, siz ularni o'zgartiring. Ular hamma narsaga sig'inaveradi, ammo Alloh taologa emas. Nega? Chunki sizlar og'zingizni ham ocha olmayapsiz. Sizlar qo'rqoqsiz. Sizlar o'zingizni ulardan orqada qolgan deb o'ylaysiz. Ularga o'xshashga urinmang. Qur'onni ochib, Allohning sizga aytgan so'zlarini o'qing. Alloh sizlarga yordam beradi. Uning kitobi qalbingizga borishiga yo'l bering. Alloh sizga so'zlashiga qo'ying. Alloh sizga Qur'onda gapiryapti. Alloh hammaga ochiq-oydin gapiryapti. Uyingizning bir burchagida boshqalar kelib, sizni boksdagi qopchi qilishini, oyoq artadigan latta qilishini, boshingizni aylantirishini kutib o'tirmang. Siz shuning uchun bu yerdamisiz? Alloh aytadi, yo'q. U o'z rasulini hidoyat va haq din bilan boshqa dinlardan ustun qilish uchun yuborgan zotdir va uning guvohligi kifoyadir. Bu sizlarga Alloh tomonidan berilgan imkoniyatdir va uni qabul qiling. Rahmat. Janob Didat, juda ajoyib ma'ruza bo'ldi. Birinchi savol. G'arb jamiyatida muslima ayollarning huquqlari buzilishlari masalasi tez ko'tariladi. Islom dinida muslima ayolning haqiqiy o'rni qanday? Islomda muslima ayollarning o'rni erkaklarda ham, ayollarda ham yetarlicha huquq bor. Qur'on esa ya'ni erkaklar ayollardan bir daraja yuqori deydi. Chunki erkak oilaning boshqaruvchisi. Agar shaxsga qo'shimcha mas'uliyat yuklansa, tabiiyki, u qo'shimcha vakolatlarga ham ega bo'ladi. Ya'ni hamma jamiyatda, men bilgan g'arb jamiyatida ham agar erkak xotinni tashlab ketsa, uni topishadi va aliment to'latishadi. Agar teskarisi bo'lsa, hech qachon ayolga aliment to'latilmaydi. Bu tabiiy holat. Erkak bu boquvchi, unda mas'uliyat bor. Shuning uchun u mas'uliyat jihatidan bir daraja yuqori deyiladi. Erkak va ayol mutlaq teng degan so'z yo'q, lekin aslida uyni ayol boshqaradi. Fransuzlar aytganidek, ayol hamma narsa qila oladi, chunki u hamma narsa qila oladiganlarni boshqaradi. Bu fakt. G'arbda ham, sharqda ham barcha musulmon uyda agar ayol nima qilishni bilsa, uyda u boshliq bo'ladi. Shekspir aytadi, ayol aslida boshqarish uchun egiladi. Ayol eriga yumshoqlik qildimi, demak, nimanidir xohlayapti. U vaqt er ham, bo'ldi azizam, sen nima desang shu, qayerga boraylik? San Fransisko yoki New York deydi. Xullas, barchasi ayolga bog'liq bo'ladi. Agar ayol urush boshlasa, aniq urush bo'ladi. Ammo siz boshlasangiz bormi? Sizda katta muammo paydo bo'ladi. Islomda ikkisining ham huquqlari bor. Erkakning ham, ayolning ham o'z huquqlari bor. Ammo ular mutlaqo teng deyilmaydi. Xudoning huzurida esa hammamiz tengmiz. Jamiyatda esa yo'q. Misol uchun, erkak 4 tacha ayolga uylanishi mumkin. Ayol esa yo'q. Bu tenglikmi? Ayolning ham 4 eri bo'lishi mumkinmi? Yaxshi, u holda sinab ko'ring, keyin bilasiz. Mr. Didat,
Janob Didat, siz qora tanlilar va irqchilik haqida ham gapirib o'tdingiz. Islomning ushbu irqchilik muammosiga qo'ygan yechimini aytib o'tsangiz. Alloh taolo bu haqida Qur'onda aytadi. Ey insonlar, bu yerda butun insoniyat nazarda tutilyapti. Albatta, sizlarni erkak va ayoldan yaratdik. Va sizlarni xalqlar va qabilalar qildik. Bir-biringizni tanishingiz uchun, bir-biringizni kamsitish yoki foydalanib tashlab ketishingiz uchun emas. Allohning huzurida eng yaxshilaringiz taqvodoringizdir. Mana shu hukm qilish uchun Alloh tuzgan qonundir. Irq, til, rang yoki boylik emas, balki taqvoingiz, xulqingiz. Faqat nazariy tomondan emas, albatta, islomda amaliyot ham muhim o'rin tutadi. Barcha Xudoning otaligi, ya'ni oliyligi yoki insonlarning o'zaro birodarligi haqida gapiradi. Masihiylar, yahudiylar, musulmonlar barcha shunday deydi. Faqat bitta Xudo bor. Biz esa uning yaratgan bandalarimiz deydi. Ha, Xudo yagona, insonlar esa birodar. Ammo bu birodarlikni ma'lum bir tuzumsiz qanday amalga oshirasiz? Islomda tizim mavjud. Islom insonlarni bir kunda 5 mahal jamlaydi. Hatto yelkalar tegib turadi. Qoralar va oqlar, boylar va kambag'allar, afrikalik va hindlar, arablar va malaylar, barchasining yelkasi bir-biriga tegib turadi. Bizning kunlik namozimizda barcha bir xil ko'rinishda, bir xil bosh kiyimda, yelkalari bir-biriga tekkan holda bo'ladi. Ya'ni shayton kira olmasligi uchun orada bo'sh joy qoldirilmaydi. Men aytgan shayton san'at galereyalaridagi shayton emas. Ya'ni uzun shoxli, qo'lida esa kuchli o'tkir nayzasi bor. Yo'q. U shaytonni aytmayapman. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam aytganlar: orangizda bo'sh joy qoldirmang, chunki shayton orangizga kirishi mumkin. O'sha shayton birodaringizning irqi haqida sizga vasvasa soladi. Men oqman, u qora, men boyman, u kambag'al. U shayton orangizga kirishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Agar kirib qolsa, unda boshlanadi. Bular negr ekan, men esa hindman, men arabman, u esa ajam. Yo'q, bo'lmaydi. Shunday ekan, yelkangizni yelkangizga tekkazib turing. Orangizda bo'sh joy qolmasin. Mana shu amaliy tizim deyiladi. Keyin, agar imkon topsangiz, haj ziyoratiga boring. Bu ish yanada kattaroq jamoat bilan bo'ladi. Shuningdek, yana juma namozi ham bor. Bunda ham musulmonlar masjidlarda to'planib namoz o'qishadi. Yana bayram kunlari ham bor, Aydul Fitr va Aydul Adha. Bunda ham katta jamoat to'planadi. Bularda eng kattasi haj ziyorati. Borsangiz, aniq hayratda qolasiz. Nima? Bu tamil ham musulmonmi? Mening davlatimda barcha tamillar hindu dinida. Bu Qorag'oy ham musulmonmi? Ko'mirga o'xshaydi-ku. Shu mening birodarimmi? Mana bu kal, ko'kko'zchi, german yoki norveg bo'lsa kerak. U ham musulmonmi? Yo'q, islom irqchilikni yo'q qilgan. Faqat gap bilan emas, bir kunda 5 vaqt insonlarni bir joyga jamla. Namoz yakunida assalomu alaykum va rahmatulloh, ya'ni Allohning salomi va rahmati sizga bo'lsin deb o'ng tomonimizdagi barchaga qarata aytamiz. U yerda balki efiopiyalik bordir. Yana chap tomonga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb yonimizdagi afrikalikka aytamiz. Keyingi safar bu yoqda xitoylik bo'lishi mumkin. Bu tomonda esa Timbuktudan birortasi. Mana shu ish ham irqchilikni yo'qotadi. Faqat gapirish bilan emas. Bu Qodir Allohning tuzgan tizimidir. Alhamdulillah. Biz musulmonlarda irqchilik darajasi yer yuzi bo'yicha eng past darajada. Ha, bizda haligacha o'tmishdan qolgan qoldiqlar bor. Mening yurtimda oldin ota-bobolarim hindu edi. Hindistonda kasta tizimi bo'lgan. Odamlarni 4 guruhga bo'lishardi. Janubiy Afrikada ham 4 guruhga bo'lishgan. Mening yurtimda ham 4 ta turli kastaga bo'lishadi. Men musulmonman, lekin atrofimdagilar meni doim bu Brahman, bu bilan aloqa qilib bo'lmaydi deyshadi. Mening tomirimda 5000 yillik hindu qoni oqib kelmoqda. Agar hozir orangizda o'shalarning qoldiqlari bo'lsa, meni yaxshi tushunadi. Ammo butun insoniyat ichida biz musulmonlarda irqchilik eng past darajada. Bu nimaning sababidan? Islom. Islom faqat gapiravermasdan qanday hal qilishni ham ko'rsatadi.
Kecha Bibliya Xudoning kalomi emasligini isbotlab berdingiz. Shunday ekan, Bibliyadan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashoratini keltirishingizda qanday mantiq bor? Iltimos, buni tushuntirib bering. Debat kecha bo'lib o'tdi. Uning formati avval 50 daqiqa, keyin 60 daqiqa va so'ngida 10 daqiqa qilib belgilandi. Ikkala tarafda ham 60 daqiqa bor edi. Birinchi gapirgan voiz so'ngida yana 10 daqiqa gapirardi. Chunki har bir afzallikning kamchiligi bor. Shuning uchun ikkala voiz 60 daqiqa gapirdi. Bu format bilan deyarli hech narsani tushuntirib bo'lmasdi. Xo'sh, unda Bibliya nima? Uni nima deb hisoblaymiz? Biz uni Xudoning kitobi emas deymiz. Chuqur mulohaza bilan bu kitobning ichidagi ma'lumotlarga asoslanib, buni isbotlab berdim. Muso o'ziga tegishli kitobni o'zi yozmagan. Matto, Mark, Luqo va Yuhannolar ham aslida o'zlari yozmagan. Bu kitob nafaqat Xudoning kitobi emas, balki Matto, Mark, Luqo va Yuhannolarning ham kitobi emas. Sizlar 24 ming qo'lyozma haqida gapirasiz. Ulardan hech bo'lmasa 2 donasi ham haqiqiy emas. Sizlarda 24 ming xushxabar bor. Qaysi biri? Siz faqat yoqqanlarinigina tanlab oldingiz. Ularni kim tasdiqladi? Nikkeya kengashi. Buni olamiz, buni olmaymiz dedi. Hech qachon Injillarning barchasi tasdiqlanmagan. Sizlar o'zingizga yoqqanlarini tanlab oldingiz. Ha, shunday qildingiz. Yana bu Xudoning kalomi deb qo'yasiz. Balki unda Xudoning kalomi ham bordir. Payg'ambarlarning so'zi ham bordir. Ammo tarixchilarning so'zi aniq bor. Pornografiya ham aniq bor. Bularni tushuntirib bering. Men sizlarga Xudoning kalomi bo'lishi ehtimoli bo'lgan oyatlardan misol keltiraman. Qonunlar kitobida men sizlarga arab tilida aytgan oyat bilan bir xil bo'lgan so'zlar keladi. Aytiladi: "Men ular uchun o'z birodarlari orasidan senga o'xshagan bir payg'ambar chiqaraman. O'z so'zlarimni uning og'ziga solib qo'yaman va o'sha payg'ambar ularga men buyurgan amrlarini barchasini aytadi." Xo'sh, bu yerdagi men kim? Bu Xudo. Muso alayhissalomga aytayapti: "Men ular uchun o'z birodarlari, ya'ni Banu Isroildan senga o'xshagan payg'ambar chiqaraman." Bu murojaat Banu Isroilga bo'lyapti. Senga, ya'ni Muso alayhissalomga o'xshagan payg'ambar. Va men o'z so'zlarimni uning og'ziga solib qo'yaman va ularga men buyurgan amrlarining barchasini aytadi. Bu yerda men, bu Xudo. Siz ilohiyotchi doktor yoki evangelist bo'lishingiz shart emas. Har qanday odam bu so'zlarni Muso emas, Xudo aytayotganini bemalol, osongina anglay oladi. Yana bir misol, Ishayo kitobidan. Xudo aytmoqda: "Qadimda bo'lganlarni yodda tuting. Axir men Xudoman, boshqasi yo'q. Men Xudoman, menga o'xshagani yo'q." Bu kim? Ishayo aytayapti. Yo'q, hech bir Yahudi Ishayo ilohlikni da'vo qilgan demaydi. Agar unday qilganida uni o'ldirishardi. Yo'q, u Xudoning nomidan gapiryapti. Xudo uni ovoz qaytargich sifatida ishlatyapti. Barcha payg'ambarlarning vazifasi shu bo'lgan. Ya'ni ular Xudodan nimani eshitgan bo'lsa, shuni qaytargan. Shuning uchun men Xudoman, boshqasi yo'q. Men Xudoman, menga o'xshashi yo'q deyapti. Kim? Xudo. Buni Xudo aytayapti. Buni anglash uchun ilohiyot professori bo'lishingiz shart emas. Bibliyada bundan boshqacharoq dalillar ham bor. Agar kecha ma'ruza qilish vaqti bo'lganida barchasini kechaning o'zida aytardim. Lekin u debat edi. Shuning uchun kim nima desa to'xtab yoqalash shart emas. It akillar karvon o'tar. Itga javob berishingiz shart emas. Yo'lingizda davom etib, o'z ishingizni bitirish uchun shoshilishingiz kerak. Barchasini tushuntirishning imkoni yo'q edi. Keyin Bibliyada payg'ambarlarning ham so'zi bor. Misol uchun Iso aytadi: "Qadimgilarda zino qilma" deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman, kim bir ayolga shahvat bilan qarasa, qalbida allaqachon u bilan zino qilgan bo'ladi. Bu yerdagi men kim? Iso. Buni payg'ambar Iso aytayapti. Yana u aytadi: "Oldingilarga aytilgan edi. Kim xotini bilan ajrashmoqchi bo'lsa, unga taloq xatini yozib bersin.
Lekin men sizlarga aytaman, kim bu yerdagi men? Iso payg'ambar. U yana aytadi, ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish deyilganini ham ko'p eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman, kim yana bu men? Payg'ambar Isoning so'zlari. Bibliyada yana boshqa turdagi dalillar ham bor. Birinchisi Xudoning so'zlari, ikkinchisi payg'ambar so'zlari, uchinchisi esa tarixchilar. Ular nima deydi? Mark Injilida aytiladi. U, ya'ni Iso, yo'lda ketayotganida uzoqdan barglar bilan qoplangan anjir daraxtini ko'rib qoldi. U xursand bo'lib, unga yaqinlashdi. Ammo daraxt oldiga kelib, bargdan boshqa narsa topmadi. Chunki hali anjir terish vaqti emasdi. Buni kim yozyapti? Guvohmi yoki tarixchi? Xudo ham emas, Iso ham emas. Mana shu yana bir dalil turi edi. Bundan boshqa yana bir turi ham bor. Kecha eslasangiz, $100 yutqazdim. Esingizdami? $100 yutqazganim. Birodar Sveger Bibliyadan ba'zi misralarni o'qib bergandi. Boshida u taklifimga e'tibor qilmadi, balki vaqti yo'q edi. Keyinroq auditoriyadan kimdir undan, "Janob, Hizqiyoldagi misralar-chi?" deb so'raganida, shunday qilib, o'sha misralarni soatiga 1000 kilometr tezlikda o'qib berdi. Keyin universitet talabalaridan biri oldimga kelib, "Janob, u o'qib berdi, ammo qayerga kulish kerak edi" dedi. Men aytdim, sizga tushunarsiz bo'lganining sababi birinchidan, siz arabsiz. Inglizchani ham uncha yaxshi bilmaysiz. Ikkinchidan, u foydalangan sheva qirol James versiyasidagi qadimgi, eskirgan ingliz tili edi. Ammo biz unga o'qish uchun zamonaviy ingliz tilidagi yangi xalqaro versiyani bergan edik. Lekin u qadimgi tildagi Bibliyadan o'qidi. Shuning uchun tushunmadingiz. U shu qirol James versiyasini yaxshi ko'radi. Siz esa inglizchani yaxshi bilmaysiz. Mana shu kamchilik sabab. Keyin u juda ham tez o'qidi. Buni aytdim. Agar zamonaviy ingliz tilidagi variantini eshitsangiz, aslida nimalar deyilganini tushunib olasiz. Ishonchim komil. Juda ko'pchilik u nimani o'qiganini tushunmadi. Juda yomon tezlik va talaffuz. U Bibliyadagi boshqa biror oyatni bunday o'qimagan. Barcha oyatlardagi so'zlarni chaynab, og'zingizga solib qo'yardi. Ammo bu safar boshqacha bo'ldi. Soatiga 1000 kilometr. Sizlarga aytaman. Har qanday aqli bor erkak bu misralarni onasi, singlisi, qizi, hatto sevgan qiziga ham o'qib bera olmaydi. Shuning uchun o'sha vaqtda nimalar o'qilganini bilish uchun u misralarni o'zingiz o'qib ko'rishingiz kerak. Sizlar umuman tushunmagansiz. Bu mening aybim emas. Tushunmaganingizning sababi sizlar ingliz tilini yaxshi bilmaysiz. Keyin u juda tez o'qidi va ataylab eski til shevasidan foydalandi. Aytganimdek, hech bir aqlli erkak bularni to'g'ri o'qib bera olmaydi. Yo cherkovda, yo oilasiga. Shunday qilib mana shular dalillar hisoblanadi. Bibliyada Xudo nomidan ham oyatlar bor. Payg'ambarlar nomidan ham, hatto tarixchilarning guvohliklari ham bor. Keyin yana ochiq-oydin pornografiya sahnalari ham bor. Bizda Islomda ham shunga o'xshash narsalar bor. Bizning Qur'onda Xudoning kalomi bor xolos. Faqat Allohning kalomi. Bunaqa fahsh hikoyalar yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotida bir voqea sodir bo'ladi. U zotning huzuriga Najron degan joydan bir qancha arab nasroniylari keladi. Ular boshqa arablar orasidan payg'ambar chiqqanini eshitishadi va kelinglar, uni sinab ko'ramiz deya Madinaga kelishadi. U yerda Masjidun Nabaviyga joylashishadi. O'sha yerda dam olib 3 kun suhbatlashishadi. Yakshanba kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularga ibodat qilishlari uchun masjidni taklif qiladi. U zot juda aqlli edi. Bizga o'xshagan emasdi. Biz hozirgi masjidlarimizni Masjidun Nabaviydan ustun deb o'ylaymiz. Ha, qurilishida shundaydi. Ammo u zot ularga kirishga ruxsat berdi. Keyin suhbat davomida nasroniylar vakili Rasulullohga savol beradi. Ey Muhammad, bizga Xudo haqidagi tushunchangizni aytib bering. Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallam darhol javob bermadi.
Ya'ni u bunga o'xshaydi, u bunday yoki Ibrohim, Muso, Davud yoki Sulaymonlarning xudosi, u Ibrohim bilan gaplashgan demadi. Yo'q. U zot bunday javob bermadi. Savol berilganida u zot Lavhul Mahfuz bilan bog'lanish uchun bamisoli birorta sehrli tugmani bosgandek bo'ldi. Ya Robbim, qanday javob beray? Bu so'zlarni hech kim eshitmadi. U yerda aslida hech qanday tugmalar ham yo'q edi. Men bamisoli dedim. Zora tushunsangiz. Yana men ketganimdan keyin Muhammad tugmalarini bosgan ekan, unda kompyuter bo'lgan ekan deb yurmang. Men go'yoki dedim. Ya Robbim, qanday javob beray? U zotga javob keldi. Qul, ayt. U Alloh yagonadir. Alloh behojatdir. Tug'magan, tug'ilmagan. Unga hech kim teng bo'lmagan. Nuqta. Bilasizki, mana shu Xudo haqidagi bizning tushunchamiz. Bu yuqoriroq bosqich. U zotga ayt deyilyapti. Biroz oldin ya Robbim nima dey degandi, ammo hech kim eshitmagandi. Keyin esa ayt degan javob keldi. Bu oddiy suhbat emas. Ular u zotdan savol so'rashdi. Siz birortasiga javob berishda ayting demaysiz. Kimdir sizdan 12 kare 12 necha deb so'rasa nima deysiz? 144 deysiz. To'g'rimi? 6 kare 6 36. Siz ayting 36 yoki ayting 144 demaysiz. Yoki shunday deysizmi? Yo'q, nega ayt deyilyapti? Chunki so'zlar u zotning og'ziga joylanyapti. Lavhul Mahfuzdan, ya'ni saqlanuvchi kitob, misoli bosh kompyuterdan. U zot bamisoli tugmachalar bilan Xudoga bog'landi. Ya bari taala, nima dey? Ayt. Huvallohu ahad. Xullas shunday. Sizga aytgan barcha gapim ham Qur'onda kelmagan. Siz faqat Qur'onni ochasiz va Ixlos surasini o'qiysiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Ayt, u Alloh yagonadir. Alloh behojatdir. Tug'magan, tug'ilmagan. Unga hech kim teng bo'lmagan. Nuqta. Mana shu. U qayerda? Holati qanday? U qanday paydo bo'lgan? Yo'q. Faqat Xudoning so'zi. Qolgan narsalar keyinroq aytilgan. Nimalar sodir bo'lgani, guvohliklar, payg'ambarning so'zlari va hokazo. Bularning barchasini hadis kitobidan topasiz. Payg'ambarning so'zlaridan, ya'ni alohida kitobdan topasiz. Allohning kalomi alohida kitob, hadis ham alohida kitob. Tarix, Imom G'azzoliy, Ibn Rushd, Ibn Taymiya, buyuk olimlar barchasi alohida kitob. Keyin 1001 kecha ham alohida kitob. Ha. Ming bir kecha haqida eshitgansiz. Juda yomon hikoyalar. Endi arablarda ham vaqt o'tkazish uchun shunaqa hikoyalar bo'lganda. Islomdan oldin, islom kelganida, balki islomdan keyin ham. Biz ham Harun ar-Rashidlar vaqtida imperiya qanday rivojlangan ekan deb hayron qolamiz-ku. Ularda ham shunday bo'lgandir-da. Ular ham Alloh atrofida dam olib o'tirib, shunaqa kitoblar yozishgan. Fitzgerald 1001 kechani tarjima qilgandi. Ha, yoshligimda o'qib juda maza qilgandim. Menga juda yoqqandi. Ochiq-oydin tarjima qilingan. U ham alohida kitob. U Qur'onda yo'q, hadisda ham yo'q, tarixchilar kitobida ham yo'q. U alohida bir kitob. Bizda Xudoning kalomi, payg'ambarning so'zlari, tarixchilarning ishlari, hatto pornografiya ham alohida kitoblarda bor. Masihiylarda esa barchasi bittada. Xo'sh, undan qanday foydalanamiz? Yaxshi, qarang. Misol uchun, birortasi bilan bir dunyoviy sabab ustida kelisha olmadingiz. Agar ish sudga oshirilsa, da'vogar, ya'ni shikoyat qilgan shaxs guvohlik beradigan joyga borib, hodisa jarayonini tasvirlab, o'z guvohligini beradi. Siz esa bu yerda ayblanuvchisiz. Keyin advokatingiz da'vogarni aldayotganini isbotlash uchun chalg'ituvchi savollar berib ko'radi. Uning yolg'onlari biroz bo'lsa ham chin bo'lishi mumkin, lekin yer yuzidagi har qanday sivilizatsiya
bu joyda nima ham qila olardi? Da'vogar aldayotgan vaqtda unga savol beriladi. U vaqt qorong'u tunmidi? U ha deydi. Osmonda oy bormidi? Ko'cha chiroqlari-chi? Yo'q deydi. Siz esa mashinani ham, raqamni ham ko'rdingiz-a? Ha deydi. Ko'zingiz shunaqa kuchlimi? Mikroskop yoki rentgenga o'xshab hamma narsani ko'ra oladimi? Anavini ko'ryapsizmi? U yo'q deydi. Yorug'ku, anavi pardani ko'rmayapsizmi? Ustiga nimadir yozib qo'yilgan. U ko'rmayapman deydi. Shundan bilinadiki, da'vogar yolg'onchi ekan. Yolg'onchi. Keyin da'vogar fosh bo'ladi. Siz esa da'vogarning sizga nisbatan qilgan tuhmati uchun suddan uni jarimaga tortishlarini so'raysiz. U esa jarima to'laydi. Haligi da'vogar aytganlarim ichida haqiqatlari nima bo'ladi deydi. Yo'q, sud uni hisobga olmaydi. Tushundingiz-a? Agar isbotlay olsangiz da'vo qiling, yo'qsa o'zingizdan ko'ring. Biz butun dunyoga isbotlab berdik. Sizlarda oyoqqa turish uchun oyoqning o'zi ham yo'q. Bu menga qolgan meros. Buni faqat men olaman. Shunday, sud tugadi, ish yopildi. Hayotda ham barcha ishni shunday tekshirish kerak. Biz din mavzusida ham shunday qilamiz. Men oldin masihiy edim. Ammo keyin islomni qabul qildim. Shuningdek, hozirda islomga qo'limdan kelganicha amal qilib, yaxshi musulmon bo'lishga harakat qilyapman. Bundan oldin men gey edim. Hozir musulmon bo'lsam ham oldingi jirkanch tuyg'ularni his qilaman. Ammo o'zimni imkon qadar chalg'itishga harakat qilaman. Menga gomoseksualizmdan butunlay qutulish uchun nima qilishni maslahat berasiz? Birodar, men sizga osongina yechim bera olmayman. Sizga sehrli tabletka bera olmayman. Shuning uchun va muammolaringiz hal bo'ladi deb ayta olmayman. Yo'q. Yomon odatdan butunlay qutulish ulkan sa'y-harakat va qurbonliklar talab qiladi. Sizga ilohiy ko'mak kerak bo'ladi, ya'ni Allohning kalomi. Uni ma'nolarini tushunib o'qishingiz kerak. Agar nima o'qiyotganingizni tushunsangiz, Alloh taolo sizga gapirayotganini anglaysiz. Agar Allohning so'zlarini anglab, u bilan gaplashsangiz, uning o'zi bu ishni sizning o'rningizga qiladi. Oson yo'l yo'q. Yuqorida aytganimdek, mana bu sehrli tabletkani iching yoki mana bu duoni bo'yningizga osib yuring va muammolaringiz albatta hal bo'ladi deya olmayman. Afsuski, buning imkoni yo'q. Bu jang. Siz jang qilishga majbursiz. Kuchli ixlos va iroda bilan. Va ishonamanki, Alloh taolo sizga to'g'ri yo'lda mustahkam turishingizga yordam beradi. Shunday umid qilaman. Inshaalloh. Bibliya o'ziga o'zi zid kelishini ochiq-oydin isbotlab bergan bo'lsangiz ham, hozirda masihiylar uni umuman o'zgarmagan deb ishonishini qanday tushuntira olasiz? Savolni tushunmadim. Nima dedingiz? Yaxshi. Bibliya o'ziga o'zi zid kelishini ochiq-oydin isbotlab berayotgan bo'lsangiz ham, hozirda masihiylar uni umuman o'zgarmagan deb ishonishini qanday tushuntira olasiz? Ular hammasi kodlashtirilgan. Ha? Biz hammamiz kodlashtirilganmiz. Bu yerga oxirgi marta 77-yili kelganimda San Fransiskoda Berkeley universiteti talabalari va professorlari bilan suhbat qilgandim. O'shanda ularga sizlar barchangiz kodlashtirilgansiz deganimda, bir professor o'rnidan turib, so'zimni to'g'rilab, "Yo'q janob, dasturlangan deyiladi" deb aytgandi. Ma'zur tutasiz, dasturlangan degandim. Biz barchamiz bolaligimizdan boshlab har xil e'tiqod va tushunchalarga dasturlanib kelyapmiz. Agar sizlardan aqlliroq birortasi kelib, sizlarni qayta dasturlamas ekan, shunda yuraverasiz. Chunki siz cho'kayotgan odamga o'xshaysiz. Qo'lingizga nima kirib qolsa, misol uchun, mana bu Bibliya meni shu qutqaradi deysiz. Tasavvur qiling. Siz umr bo'yi alkogol ichdingiz.
Siz uni tashlash uchun yo'l qidiryapsiz. Sizga kimdir yordam berishni xohlayapsiz. Uyingizga borsangiz, sizdan ayolingiz, bolalaringiz qo'rqib har tomonga qochishadi. Buning sababini yaxshi bilasiz. Juda achinarli holat. Lekin nima qila olasiz? Bu sizga yoqmasa ham ilojingiz yo'q. Siz alkogol botqog'idasiz. Shunda bir odam bo'ynida kichkina xoch bilan chiroyli so'zlar aytib oldingizga keladi va birdan Iso tirik, u sen uchun to'lov to'lagan va hokazo deydi. Siz hayajonlanganingizdan o'zgarishga moyil bo'lib qolasiz. Suvga cho'kayotgan odamdek qirg'oqqa intilasiz, qattiq harakat qilasiz va bir cho'pni ko'rib qolib, unga osilasiz. Keyin esa meni mana shu cho'p qutqardi deysiz. Yo'q, aslida qattiq tirishganingiz sabab qirg'oqqa kelib qoldingiz. Buni mantiqiy asosda tushuntiramiz. Sizni qutqargan narsa aslida harakat, tirishish va kuchli xohish. Sizni shular qutqardi. Yo'q, bunday desangiz, u darhol bu odam meni yana jarga itarmoqchi deb o'ylaydi. Yo'q, siz faqat tushuntiryapsiz. Odamlar tushunchalaridan voz kechishga qo'rqishadi. Iso gunohlarim uchun o'ldi. U meni qutqardi. Birodar, seni qutqargan narsa sening o'z xohishing, ixlosing desangiz. Yo'q, Iso qutqardi deydi. U qo'rqadi. Uni iymonidan qaytarishingizdan qo'rqadi. Tushunyapsizmi? Biz insonlarga muqobilni berishimiz kerak. Ular mana shu kitobdan boshqasini bilmaydi. Qanchadan qancha odamlar bu kitob qanday tartibsizliklar keltirib chiqarganini bilmaydi. Bu kitobda muammolarga yechim yo'q. Ular nima qilsa ham bundan voz kechishni xohlamaydi. Hari Krishnachilarni bilasizmi? Kichik kokilli, sariq libosli, qo'lida do'mbira bilan har yoqda raqs tushib yuradigan odamlar. Men tinchlikni topdim, men haqiqiy tinchlikdaman deyshadi. Xullas, oyparastlarga qo'shilsangiz ham, Hari Krishnachilarga qo'shilsangiz ham tinchlikni his qilaverasiz. Ha, shunday. Bir narsani xohlayverganingizdan keyin menga o'sha yordam berdi deb o'ylaysizda. Bular shunchaki bahonalar, xas cho'plar va boshqalar sizni qutqarmaydi. Masihiy birodarimiz ham aslida Qur'on haqida hech narsa bilmaydi. Hech narsa bilishmaydi. O'zlarining kitobi bor. Ularga boshqa hech qanday kitob kerak emas. Qur'on ham kerak emas. Aslida ular bu kitobni umuman bilmaydi. Muammo aslida bizda. Biz ularga bu kitobni o'rgatmadik. Chunki biz o'zimiz ham bu kitobni yaxshi bilmaymiz. Xo'sh, masihiylar bilan qanday bahslashasiz? Ayniqsa arablar bilan. Ilm yo'q, yaxshi musulmondirsiz balki. Ammo ularga Qur'ondagi narsalarni qanday tushuntirasiz? Masalan, mana bu oyat. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Ajoyib. Tarjima qilingchi. Tarjima qilib bering ularga. Qanday qilasiz? Haligi, bilasizmi, bir kuni farishtalar haligi, shundaymi? Nima ham qila olasiz? Siz-ku o'zingiz yaxshi tushunaverasiz. Mashalloh. Ammo tilni bilmaysiz. Terminologiyani to'g'ri tanlashni bilmaysiz. Bu yerda faqat matematik, mexanik va boshqalar o'tiribdi. O'qiyotgan narsangizni tarjima qilishni o'rganishingiz kerak. Bir birodarim amerikaliklar uchun ham alohida o'z shevasida Qur'on tarjimasi bor degandi. U musulmon bo'lmaganlarni nazarda tutgandi. Ko'pchiligingiz Amerikada tug'ilgansiz, amerikaliksiz. Ammo u g'ayri dinlarni nazarda tutgandi. Aslida buning o'zi yetarli emas. Siz musulmonlar arab bo'lsangiz ham o'sha tarjimani o'qishingiz kerak. Bu jamiyatda sizlar uni o'rganib qo'yishingiz kerak. Aslida Alloh nazdida tarjimani bilishingiz shart emas. Mana shu ingliz jamiyatini da'vat qilish vaqtida so'zlarni to'g'ri tanlab, to'g'ri ma'no chiqarib tarjima qila olishingiz uchun ham sizga o'sha tarjima kerak. Miyangizda tushunaverasiz, ammo uni tashqariga chiqarish ham kerak. Shunday qilib o'sha tarjimani ochasiz va Oli Imron surasi 42-oyatni o'qiysiz. Quyidagicha. Farishtalar Maryamning oldiga kelib dedi:
Ey Maryam, albatta Alloh seni tanladi, pokladi va butun olam ayollaridan ustun qildi. Ey Maryam, Robbingning ibodatida bardavom bo'l, unga sajda qil va ruku qiluvchilar bilan ruku qil. Agar shu tarjimalarni yodlab olsangiz, arab tilini-ku bilasiz. Men buni Ad-Dahron universitetida arab talabalarida sinab ko'rganman. Ularga qanchangiz tarjimani bilasiz degandim. Qanchangiz shuni tarjima qila olasiz? Deyarli 80% talaba qo'l ko'tardi. Men ularga sizlar hafizul Qur'onmisiz dedim. Ular yo'q dedi. Ular doimiy o'qish sababli buni uddalagan. Aytdim, mashalloh, juda yaxshi bilarkansiz. Endi sizlarga ingliz tilini qanday rivojlantirishni o'rgataman dedi. Bilasizlar, men ko'p tillarni o'rganganman. Ko'p tillarda gaplasha olaman. Biroz indones, svahili, ispancha, yana qaysi tili? Nigeriyancha, zulu, svanga, afrikancha, arab va ibroniy tillari. Qaysi tilni eshitishni xohlaysiz? Shulardan xohlaganingizni ayting. Qaysi? Nemischa? Men nemischa demadim. Qani yana ayting? Men indonescha, malaycha, ispancha va boshqalarini aytdim. Qaysi? Ispanchami? Swahilichami? Yaxshi. Swahili tilida. Setazameni mikono yangu na miguu yangu. Yaguwa ni mimi mwenyewe. Umshike nimuone. Waguwa roho haina mwili na mifupa. Men turli tillarni o'rganaman. Bu maqsadimga erishishga yordam beradi. Bu Swahili tili edi. Ibroniy tili. Yaqinda Isroilga Muso alayhissalomning so'nggi vasiyati haqida suhbat qilish uchun borgandim. Ularga aytdim, Muso alayhissalomning so'nggi vasiyatini bilasizlarmi? Qonunlar kitobi 18-bob 18-oyatda aytiladi. Arab birodarlarimga aytmoqchiman. Men arab tilini bilmasdim. Uni Bibliya orqali o'rganganman. Yaqinda arab masihiylari bilan uchrashdim. Ulardan arab tilini bilasizlarmi deb so'radim. Ular ha dedi. Ular bilan Kanadada, Hamiltonda bahslashdim. Bahs so'ngida ulardan biri oldimga kelib, tinmay savol beraverdi. Yaxshiyamki bugun savol bera olmadingiz. Barchasini qog'ozga yozib oldik. Keyin o'sha odam to'xtamay savol beraverdi. Men javob beraverdim. Bahs tugab bo'lgan bo'lsa ham, u ko'pchilik bilan meni o'rab olib yo'limni to'sdi. Uning shevasidan arabligini, savollaridan esa masihiyligini bildim. Keyin unga siz arabsiz-a dedim. U esa ha men livanlik masihiyman dedi. Arab tilini bilasizmi dedim. Ha, albatta, mening ona tilim u dedi. Yo'q, boring, siz arab tilini bilmas ekansiz dedim. Bu intellektual judo deyiladi. Judoni bilasizmi? Sizlar 1 milliardsiz. Har biringizning o'z uslubingiz bor. Men unga aralashmayman. Bu esa mening uslubim. Tushundingiz-a? Men yoshligimda judo, boks, kurash va og'ir atletika bilan shug'ullanganman. Shuning uchun ham 69 yoshda bo'lsa ham otdek turibman. Shunday qilib, unga bor, ket, sen arabchani bilmaysan dedim. U esa arabchani mendan yaxshiroq bilasizmi dedi. Men yo'q, men o'zimni musulmonman deyishdan ham uyalaman. Men arabchani bilmayman. Bu til Qur'on tili, jannat tili, mening payg'ambarimning tili. Men arabchani bilmayman. O'zimdan uyalib ketyapman dedi. Bu bilan nima demoqchisiz dedi. Men siz bu kitobni, Bibliyani o'z ona tilingizda, ya'ni arab tilida o'qiysiz dedim. U ha dedi. Unda nega o'qigan narsangizni butunlay aksini tushunyapsiz? U yerda yozilgandek qabul qilmayapsiz. Bibliya zino qilma deyapti, siz esa zino qil deb tushunyapsiz dedim. U esa nima deyapsiz? Meni zombi deyapsizmi dedi. Men aytdim. Yo'q, buni isbotlab beraman. Ha, isbotlayman. Esingizdami? Iso yuqori xonaga ko'tarilib, so'nggi kechki ovqatni yeydi. So'ng sizlar da'vo qiladigan xochga mixlanish voqeasidan so'ng u xonaga kirib shogirdlarga ibroniychada "Shalom alaykum", ya'ni sizlarga tinchlik bo'lsin deydi. Uning so'zlaridan shogirdlar qo'rqib ketishadi. Ular nega qo'rqqan? Axir uzoqdan beri ko'rmagan ustozingiz, amaki yoki bobongizni ko'rsangiz xursand bo'lasiz-ku.
Ayniqsa arablar bir-birini quchoqlab yuzdan o'padi. Oldin meni o'psa uyalardim. Hozir o'rganib qoldim. Mening qishlog'imda odamlar peshonadan o'pishadi. Juda kulgili-a? Men ko'nikib qoldim. Arablar va yahudiylar bir-birini quchoqlab o'pib ko'rishadi. Ular esa bunday qilish o'rniga qo'rqib ketishdi. Ular nega qo'rqishgan dedim unga. Bu esa Luqo 24-bob 30-oyatda aytiladi. Ular Isoni arvoh deb o'ylab qo'rqib ketishgan dedi. U arvohga o'xsharmidi dedim. U yo'q dedi. Unda nega arvohga o'xshamasa ham arvoh deb o'ylashdi. So'ng u tuzoqqa tushdi. Keyin aytdim. Men sizga aytaman sababini. Aslida Iso ular o'ylagandek o'lib tirilmagandi. Shunga ularni ishontirmoqchi bo'lgan. Iso aytadi: qo'l oyoqlarimga qaranglar. Bu men o'zimman. Meni ushlab ko'ringlar. Arvohning et suyagi bo'lmaydi-ku. Meni esa ko'rib turibsiz. Keyin ular bildi, rostligiga ishondi va hayratda qoldi. Keyin yana Iso aytdi: yeyishga biron narsangiz bormi? Shogirdlari unga bir bo'lak qovurilgan baliq berdi. Iso uni ularning ko'z o'ngida yedi. Nima uchun? Arvohligini, ruhligini isbotlash uchunmi? Yo'q. Ulardek oddiy insonligini isbotlash uchun. Arab tilida o'qiganimni ko'rib, haliga arab qotib qoldi. Shunday qilib, turli tillardan oz-ozdan o'rganganman. Ibroniy, indones, arab yo ispan tillarini mukammal bilmasam ham, bu tillarda bemalol o'qib bera olaman. Menda til o'rganishning yagona, o'zgacha usuli bor. Men o'zim ham o'zgachaman. Yagonaman. Buni bilasizlar-a? Yer yuzida mendakasi yo'q. Aslida hamma yagona, o'zgacha. Men o'zimni maqtamadim. Haqiqatda dunyoda hamma o'zgacha. Bir kuni ayolimga ham men o'zgachaligimni aytdim. U ishonmadi. Unga buni isbotladim. U ishonmayotgandi. U meni maqtanyapti deb o'ylagandi. Keyin aytdim: "Yo'q, men rostdan yagonaman. Mendakasi haqiqatda yo'q." U yana yo'q dedi. Keyin yana aytdim: "Falonchi qarindoshimiz bor-ku. Ha, o'shanga o'xshagan birontasi bormi?" U yo'q dedi. "Katta o'g'limiz Ibrohimga o'xshagani-chi? Dunyoda unga o'xshagan birortasi bormi?" dedim. O'ylab turib, "Yo'q" dedi. Keyin yana aytdim: "Akang Ibrohimchi? Unga o'xshagan birorta odamni bilasanmi?" Yana "Yo'q" dedi. Aytdim-ku, bu dunyoda hamma yagona deb. Lekin mening uslubim haqiqatdan ham yagona. Bilganingizdek, men til o'rganish uchun Bibliyadan foydalanaman. Qaysi tilni o'rganmoqchi bo'lsam, do'kondan o'sha tildagi Bibliyani olib o'qiyman. Chunki Bibliya 2000 tilga tarjima qilingan. Men Bibliyani yoddan bilaman. Odamlar meni Hafizul Bibliya deyishadi. Bunday emas, men Hafizul Qur'on ham emasman. Ba'zan shunday ko'rinishi mumkin. Lekin men bu kitobni butunlay yoddan bilaman. Shu kungacha Bibliyani mendan yaxshiroq biladigan bir dona ham masihiy ko'rmadim. Alhamdulillah. Shuning uchun bu kitobni yoddan bilganim sabab, agar arab tilini o'rganmoqchi bo'lsam, arabcha Bibliyani olib, avvaldan biladigan oyatimni o'qiyman. Juda oson. Hamma so'zni tushunaman. Indones tilini o'rganmoqchimanmi? O'sha tildagi Bibliyani sotib olib o'qiyman. Zulu tilida ham xuddi shunday qilaman. Swahilida ham xuddi shunday. Men tillarni shunday o'rganaman. Bu yagona o'zgacha usul. Sizlarni ham shunday qilishingizni xohlayman. Tillarni Bibliya bilan o'rganing deyapman. Men ingliz tilini Bibliya bilan o'rgandim. Sizlar esa Qur'on bilan o'rganing. Qur'ondan foydalaning. Avvaldan biladigan oyatlaringizni ingliz tilida o'qing. Masalan, mana bu oyat. Farishtalar Maryamning oldiga kelib, "Ey Maryam" deyishdi. Ana shu joylarini so'zma-so'z yodlab oling. Ingliz tilini mana shu tarzda so'zma-so'z o'rganing. Tez orada so'z boyligingiz, gap tuzish qobiliyatingiz ancha o'sganini sezasiz. Mana sizga zo'r usul. Buni Abdarxon universitetida 10 ming nafar amerikalik bilan sinab ko'rganman.
har qanday oq tanlini to'xtatib, asta qaysi cherkovga mansubligini so'rang. U javob beradi. Va mana sizga mijoz tayyor. Unga biz ham Isoga ishonamiz deysiz. U esa bu odam mendan sigaret yo shokolad xohlayapti deb o'ylaydi. Keyin Qur'onda Iso haqida nima deyilganini bilasizmi deysiz. Qur'onda aytiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Farishtalar Maryamning oldiga kelib aytishdi. Xullas shunday qiling. Gapiring. Shunda o'qish uchun qaysi davlatga borsangiz ham o'zingizni erkin his qila olasiz. Siz talabalarning eng katta muammoingiz bu til. Buni o'sha konferensiyada ham aytgandim. Sizlardagi yagona muammo til bilmaslik. O'qishning birinchi yili muammolarning birinchi qatorida til. Ikkinchi yil yana birinchi qatorida til. Uchinchi yil ham til. To'rtinchi yil ehtimol til muammosi ikkinchi yo uchinchi qatorga tushar. Til. Mana shu sizdagi yagona muammo. Sizlarga aytayapman, Allohning kalomini o'rganing, arab tilida gapiring, o'qing. Alloh sizga savob beradi. Har bir o'qigan harfingiz uchun 10 tadan savob. Alif lam mim desangiz 10 jami 30 ta savob. Bismillahirrohmanirrohim desangiz 190 ta savob. Va isqalatil malaikatu ya Maryam desangiz, buni sanab ko'rmabman, lekin 200 tadan ko'p savob bo'ladi. O'qing, savob olasiz. Ham arab tilingiz, ham ingliz tilingiz rivojlanadi. Kim bo'lmasin, gaplasha oladigan bo'lasiz. Agar hozir, ertaga ertalab yana savol-javob o'tkazamiz, savollarni sahnadan turib berasiz. Mana bunaqa qog'ozga yozib emas, desak barchangiz aniq qo'rqasiz. Agar savolni yozib berish kerak bo'lsa, savollar toshib ketadi. Nega? Chunki mana bu yerda turib savol bergani qo'rqasiz. Nega? Chunki bunga o'rganmagansiz. Qani, o'rningizdan turing, gapiring, savol bering. Hammani qoyil qoldiring. Agar ustingizda ishlab yursangiz, hammani qoyil qoldira olasiz. O'z mijozlaringizni toping shu yerda. Qanday imkoniyat? 200 million amerikalik. Har biri sizni jon deb eshitadi. Agar tilni yaxshi bilsangiz, ular bilan gaplashing, qoyil qoldiring, ingliz tilini rivojlantiring. Ularga Qur'on o'qib bering va ulkan savoblar oling. Alloh barchangizni bu dunyoda ham, u dunyoda ham mukofotlasin. شرط الأعلام والحق راحي حطم الأقلام أن النصر راحي حطم الأقلام أن النصر راحي حطم الأقلام أن النصر قادم شرط الأعلام